1,5 yil oldin Dubayga keldim. Shu 16 yoshim payt. Anvarjon 16 yoshida Dubayga kelib, o'qishi va karyerasini boshlagan. Anvarjon o'zingizni yaqinroq tanishtirib o'tasiz. Ismim Anvar. Aha. Shu O'zbekiston Namangandanman. 1,5 yil oldin Dubayga keldim. Shu 16 yoshim payt. Shu yerda universitetda o'qiyman, hali ham hozir 2-kursman. Shu 18 yoshga kirdim. Mana nihoyat. Qale, yaxshimi Dubay yoqyaptimi sizga? Ha, juda zo'r. Даже O'zbekistonga hali borganim yo'q. Videolar faqat chaqiraman, kelishadi. Nima sabab bo'lgan aynan 16 yoshingizda Dubayga kelib borishingizga? Qanaqadir O'zbekistonda o'zimni ko'ra olmadim. Chunki men Xudo xolisa oldimda katta maqsadlar bor. 16 yoshimda kelib musofirchilikni ko'rib, ancha o'rganib, hozir hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Bu narsalar sizga qiyinchilik tug'dirmaganmi? Dubayda 16 yoshda kelib, o'qib, oiladan uzoqda. Qiyinchilik bo'ldi rosa, lekin chidadim, Xudoga shukr, endi yaxshi. Sabrlar orqasidan endi step by step ko'tarilyapman.